Qanday bo'lyapti Toshdemirjon? Bo'lyapti, ha, mana. Qara, suvom to'lib qolay dedi. Mana baraka topinglar. Albatta, albatta. Ha, hozir bir to'ldirib olaylik. Hozir bir suvga bo'ktiraylik, keyin chigitlar suvni o'ziga olib ishishni boshlaydi-da, to'g'rimi Mavlonjon? Ana. Toshdemirjon, bu ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, Odnoklassniki, Instagram, TikToklarda juda uzoq yillardan beri men yuraman-da, faoliyat yuritaman. Ayniqsa Odnoklassniki, keyin Facebook tarmog'ida shu 2010, 2009, 15-yillardan ko'p faoliyat yuritganman. Bunga sabab nima deysanda, nima sabab bunga? Bunga sabab meni mana shu 90-yillarda Ishtixon tumaniga birinchi bo'lib turib video kamerani olib kelib, to'ylarga, tadbirlarga, marosimlarga olib chiqqanim bo'ladi. To'ylarga mana shu davralarga televizorlarda qo'yib, avval birinchi kabelni, undan keyin bu masofadan boshqarish shularni hammasini joriy qilganman-da men. Ijtimoiy tarmoqda bu narsalarni hammasini o'zim yoritib yurganman. Bu meni qiziqishim-da bu. Hobbi deng. Hobbi deydimi? Aynan ana shu narsani men o'zim boshqarganman. Shuning uchun bu meni qiziqishim. Mana. Ana suv to'ldi. Selopanda ham gap ko'pda. Ijtimoiy tarmoqdagilardan so'rab qolaman. Hurmatli obunachilar, kuzatuvchilar, do'stlar, akalar, ukalar, shu sahifamga, profilimga mehmon bo'lib keldingizmi, obunachimisiz? To'g'ri fikrlarni bir kiritsangiz, hech kim xafa bo'lmaydi hech kimdan. Hozir yaqindagi endi yoshlar bu bova nima qilib yuribdi ijtimoiy tarmoqda degan gapiga aytaman. Bu sendan avvalgi tug'ilganlar boshlagan buni demoqchiman. Chunki hamma narsa eskilardan qolgan. Eskilar bizlar bilmaganda bilganda. Ha, aldı ko'ryapti. 20 mingtalab obunachim bor, misol uchun Facebook tarmog'ida, Odnoklassniklarda 20 mingtalab obunachilarim bor. Birontasi bir yomon fikr bildirganini eslay olmayman. Hurmatli do'stlar, obunachilar, kuzatuvchilar, sizlarni ham shu negativ fikrlardan uzoqroq bo'lishlaringizni so'rab qolaman. Qo'lingizdan kelsa, men ishonaman, qo'lingizdan keladi, bir yaxshi fikrlar qoldiringizlar. Odamni bir g'ururlantiradigan, bu vatan tuyg'usi to'g'risida ko'p gap ketadi menda. Yurtimiz, mamlakatimiz, davlatimiz to'g'risida shu o'zimizni qiladigan ishlarni, keyin davlatimizni, hukumatimizni shu go'zal manzaralarini, viloyatlardagi, tumanlardagi go'zal manzaralarni yoritishga harakat qilaman. Sog' salomat bo'lingizlar, kam bo'lmangizlar.